Bo'ldi, asalim, sizga men bugun podarka olganman. Padarki? Qanaqa padarki? Hozir. Mana, Ha, Asalcham, Louis Vuittoni. Qani, nima bu? Mangami? da, Joni bu sizga. U kungi ko'rgan obuvni ham zakaz berib Dubayga. Rahmat Asalcham, xursand bo'ldim. Sen o'ylamasang kim o'ylaydi o'zi mani juda qimmat edi-yu. Men uchun jalq emasdi. Buni dushmanlarim ko'rmasin. Dushmanlarim ko'rmasligi uchun men buni kirib qorong'i xonada bitta o'zim bo'lganda ochaman. Xo'p, rahmat Asalcham. Mayli, rahmat aytib yuzimdan ham o'pib qo'ymadi. Mayli, zati xursand bo'ldi. Joni. Internetda o'qishim bo'yicha hozir kichkina no'xatday kamerachala chiqib ketganmish. Opasniy bo'lib ketyapti odamlar. Qayerdadir yo'qmikin ish qilib bu yoqda? Balki bu yoqdadir. Mashina ichidamikin, ha? Yo'q. Qayerdadir kamera bo'lsa-chi? Bu odamning shaxsiy hayotiga kirish-ku bu. Noto'g'ri bu. Kamera yo'qmikan ish qilib, lustralarga ilishayotganmish, konditsioner yoki hattoki kichkina soatlarga ham ilishayotganmish. Televizorda yo'q ekan. Mana